Assalomu alaykum muhtaram ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli mijozlar va hamkorlar. Bugun sizlarga Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2024-yil davomida aholi uchun ko'rsatilgan xizmatlar va 2025-yil uchun belgilangan rejalar haqida ma'lumot beramiz. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2024-yilda 178 mingta jismoniy shaxslarga jami 5.5 trillion so'm chakana kreditlar ajratilgan bo'lib, bank tomonidan chakana kreditlar ajratish bo'yicha belgilangan biznes reja ko'rsatkichi 110% ga bajarildi. Jismoniy shaxslarga ajratilayotgan barcha chakana kreditlar konveyer tizimi orqali oshirilishi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bunda inson omili minimallashtirilgan. Xususan, mijoz bankka faqatgina shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta taqdim etadi. Scoring tizimi esa avtomatik tarzda bank xodimi ishtirokisiz qaror chiqaradi va istalgan kreditni o'rtacha 2 daqiqadan 30 daqiqada olish imkoniyatini yaratiladi. 2025-yil 1-yanvar holatiga chakana kreditlar qoldig'i 9.3 trillion so'mni tashkil etib, yil boshiga nisbatan 1.3 trillion so'mga yoki 17% ga o'sishga erishildi. Shuningdek, bankning umumiy kredit portfelida chakana kreditlar ulushi 20% dan 24% ga oshgan. Bank kredit portfelida chakana kreditlar ulushi 24% ni tashkil etsa-da, portfelning umumiy daromadligiga 42% ulushni tashkil etmoqda. Chakana biznes departament tarkibida collection tizimi tashkil etilgan bo'lib, muddati o'tgan chakana kreditlarni undirish avtomatlashtirilib kelinmoqda. Xususan, collection boshqarmasi soft collection, hard collection, legal collection bo'limlari tashkil etilgan bo'lib, mijozlarning muddati o'tgan kunlari bo'yicha ish faoliyatini olib boradi. Asaka Bankda 2025-yil 1-yanvar holatiga aholi omonatlari qoldig'i 7.1 trillion so'mni tashkil etib, 2024-yil boshiga nisbatan 81% ga oshgan yoki omonat qoldig'i 3.2 trillion so'mga ko'paygan. Muddatli omonatlarda mobil ilova orqali qabul qilingan omonatlar ulushi 2023-yilda 46% ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 64% ni tashkil etmoqda. Masofaviy xizmatlar ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida Asaka Bank mobil ilovasi orqali onlayn tarzda va bank xodimi ishtirokisiz 2 daqiqa ichida overdraft, mikroqarz kreditlari olish imkoniyatlari yaratilgan. Shuningdek, mobil ilova orqali onlayn tarzda omonat ochish, xalqaro pul o'tkazmalari, konversiya amaliyoti, P2P o'tkazmalar va boshqa ko'plab bir martalik to'lovlar hamda xizmatlardan foydalanish mumkin. Jismoniy shaxslarga ajratilgan mikroqarzlarda mobil ilova ulushi 2023-yilda 37% ni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2024-yilda 65% ni tashkil etdi. Rasmiylashtirilgan omonatlarda mobil ilova ulushi 2023-yilda 41% ni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2024-yilda 64% ga yetkazildi. Asaka Bank mobil ilovasida foydalanuvchilar soni 2025-yil 1-yanvar holatiga 1.3 million donani tashkil etib, 2024-yil boshiga nisbatan 73% ga ko'paygan. Aholiga 24/7 rejimda xizmat ko'rsatuvchi shoxobchalar tarmog'i yanada kengaytirish maqsadida 2024-yilda qo'shimcha 100 ta bankomat o'rnatilib, jami o'rnatilgan bankomatlar soni 264 taga yetkazildi. Aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish va chakana xizmatlar ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida 2025-yil 1-yanvar holatiga 57 ta savdo nuqtalari tashkil etilgan bo'lib, shundan 44 tasi avtosalon, 11 tasi savdo va ko'ngilochar markazlar hamda 2 tasi ipoteka markazlari qoshida ish faoliyatini olib bormoqda. Mijozlarning murojaat va shikoyatlariga tezkorlik bilan javob berish maqsadida Asaka Bankning yagona aloqa markazi tashkil etilgan bo'lib, ushbu markazga qisqa 1152 telefon raqami orqali murojaat qilish mumkin. Aloqa markazi bankning o'z dasturchilari tomonidan ishlab chiqilgan Dono CRM dasturida o'z faoliyatini olib bormoqda. Aloqa markazi faoliyati tobora kengayib borayotganligi sababli murojaatlar soni ham oshib bormoqda. Xususan, aloqa markazi bo'limi, ya'ni bankning 1152 qisqa raqami orqali 2024-yilda murojaat qilingan qo'ng'iroqlar soni 567 mingtani tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 16% ga oshgan. Facebook, Instagram, Telegramdagi chat bo'limi orqali 2024-yilda murojaat qilgan mijozlar soni 106 mingtani tashkil etdi. Telemarketing bo'limi, ya'ni telefon orqali mahsulot sotuvi 2024-yilda amalga oshirilgan qo'ng'iroqlar soni 303 mingtani tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 51% ga oshdi.
Jismoniy shaxslar soni 2025-yil 1-yanvar holatiga 1.9 million donani tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 15% ga oshdi. 2025-yil uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish rejalashtirilayotganini ma'lum qilamiz. Jismoniy shaxslar uchun kredit karta mahsuloti joriy qilish, kommunal to'lovlar uchun kredit mahsuloti joriy qilish, collection tizimi orqali ovozli robot xizmatini yo'lga qo'yish, SAP, CRM tizimini ishga tushirish. Bunda mijoz va bank o'rtasidagi munosabatlar avtomatlashadi. Barcha bank xizmatlari markazlari va savdo ofislariga avtomatlashtirilgan pul sanash qurilmasi ADM o'rnatish, kartomat qurilmasini ishga tushirish, xizmat ko'rsatish nuqtalari tarmog'ini yanada kengaytirish, xususan aholi gavjum bo'lgan hududlarda 10 ta savdo ofisi tashkil etish, bankomatlar tarmog'ini kengaytirish, xususan respublikamiz bo'ylab qo'shimcha 100 dona bankomatlarni yuqori salohiyatli hududlarda o'rnatish, premium mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi premium ofis tashkil qilish, xalqaro pul o'tkazmalar tizimida yangi hamkorlar, xususan Western Union, MoneyGram, Kaspi, Paysend, PayPorter kabi xizmatlarni yo'lga qo'yish. Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, Asaka Bank chakana mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimini doimiy ravishda yangilab, raqamli imkoniyatlarni kengaytirish, mijozlar ishonchini mustahkamlash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga intilmoqda. Asosiy maqsadimiz har bir mijoz uchun qulay, tezkor va zamonaviy bank bo'lish. E'tiboringiz uchun rahmat.